Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlar va YouTube ishqibozlari. Qadrdon qadrdonlar, akalar, ukalar, singillar. Xo'p, sizlarga Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridan xo'p, qo'ylar narxi bilan tanishtirib o'tamiz sizlarga. Xudo xolasa bittadan like bosib, padeshkada bo'lasizlar. Xudo xolasa ketdik, qani. Chiroyli variant, chiroyli qo'ygan. 115 kilo ki. Berishdi 11,5 million. Pulini necha pul deyapsiz hoji buni? 11,5 ga bermayapmiz. 11,5 ga bermayapsiz. Necha pulgami bor? 1000 ga beramiz. Bo'ldi, $1000 sotiladi. 4 yashar. Qiziqqanlarga telefon nomer qoldiramizmi? 97 lik. 581 581 37 31 nomeriga aloqaga chiqinglar. 4 yashar. $1000 ga sotiladi deyapti. Qo'chqa. Chiroyli. Akalar, xudo xolasa. Aka necha bilan bo'ldi bular? Yana bola? Bolasi qo'chqa 8 million bo'pti. Narigisi-chi? Qo'chqacha necha pul bo'ldi? Ya bu enovola 88 o, narga 11 million. Ha, bo'ldi. Rahmat aka. 11 million. Narigisi qo'chqar bolali 8 dan 1 bo'ldi. 88 bo'ldi? 88 bo'ldi. 85 bo'ldi. Ha. Xo'p, akalar, xudo xolasa ish qilinglar. Sizlarga qo'zi qo'chqarlar. Aka hammasi qo'chqarlar bularni. 3 ta qo'chqari bor. 3 ta qo'chqari qolgan so'liq, ha? Bu necha puldan aytyapsiz? 3,5 milliondan kami bor. Qo'yiq so'yiq. 3,5 milliondan kami bor. Akalar xudo xolasa. Aka telefon nomeri qoldiramiz qiziqqanlarga? Bo'ldi. Aka xudo xolasa. Qilichbek chorva kanal aka. Aka necha pul bo'ldi qo'chqarlar? 6,5 jupi. Jupi 6,5 million bo'ldi. Akalar xudo xolasa mana qo'chqarlar. O'zi qo'chqarlar. Aka qiziqqanlar telefonini qoldiramiz, sotiladimi bu? Sotiladimi? Sotdi aka. Aslida sotdilarmi? Bu 6,5 millionga sotdik. 9765 97 lik. 9765 Bo'ldi aka. Xudo xolasa Taysi Yevropaga telefon qilinglar aka, aytilgan nomerlarga. Mana qo'chqarlar. Aka uchoq ham qo'chqara bularni. Xudo xolasa o'tir chiroyli zo'rlar. Necha bilan deyapsiz qo'chqarlar? 4 milliondan kami bor. Necha bilan qilishdi? Necha bilan baland? Necha bilan bozor? 34-35 dan qilishyapti. 4 milliondan kami bor, 34-35 dan bermayapti. Aka qiziqqanlar telefonini qoldiramizmi? Xo'p aka. Xo'p, akalar, jigarlar, xudo xolasa bu narximiz bo'g'oz ekan. 5 oylik. 21 million bo'pti akalar. Xo'p, bu molimiz akalar 26 million bo'pti. Qisqa. 26 million. Bu ikkovi Moqarg'amchida turganlar akalar, bo'g'oz ikkovi ham g'unajin 4 oylik, 5 oylik. Narxlari akalar xudo xolasa 29 million 600 ming bo'ldi jupiga. 29 million 600 ming. Jupiga. Bekar ko'p ketdi. Bu olani puli necha pul bo'ldi akalar sizlar oldilar? Buni pulim bilolmadi akalar, egasi chiqib ketib qo'ygan ekan.
Xo'p. Buni puli akalar, mana shved puli 24 million so'm bo'ldi akalar. Bo'g'oz 5 oylik. Ular qisir akalar. Yo'q, puli qisir. Ha, puli qisir akalar. 27 million, 30 million. Mana o'rtada shved 29,5 million bo'ldi mana. Simental nechi pul bo'ldi? Go'shga endi qisir ekan bular. Xo'p, akalar bular narxlarini bilolmadik. Bular narxlarini bilolmadik mana lekin to'g'risi akalar. Egasi chiqib ketib qoldi tashqariga. Dumadagi pul borlar mana. Buni Namanganga ketibdi, Namanganga. Dumadagi pul borlar. Qilish bechora ekan hali. Xo'p. Bu savdosi nechi pul bo'lyapti buni? 15 million 400 ming qilishyapti, bermayapti. O'zicha qol. Sig'maydi hayotda. Lazım olasizmi? Angacha balam ketdi. Men lazım olasiz. Toshna. Xudoyim barakasini bersin. Berini. Bering shuni. Hayotbek, o'ldi undan ortiq bo'lmaydi. 15 to'rtmi? Ha. Bering shuni. 100 ming so'm. Bola 100 so'mda 2 o'tqanda qo'ysa 100 so'm. 100 ming talashyapsizlarmi? Bering. Qisi videoyingizni o'chirib Bering. 100 ming talashmaydi. Siz kerak bo'lsa chaqirib olaman. Bo'pti. Bering 15 to'rtga. Yo'q. Bosib qo'ying. 15,5 millionga oling deyapti, 15 to'rt bo'lyapti akalar, qisir. Mana. Baqqan. O'ni bolaniki ekan. Nech pul bo'ldi aka bu? 3 kam 9 millionga sotdingiz a? Qayerga ketdi? Asakaga. 3 kam 9 millionga. 8 million 700 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Mana. 2 oy oldin 8,5 oldim. Xo'p akalar, novvoslarni o'ta kuchlilar. 700 kilo, 750 kilo, 800 kilo, 950 kilogacha novvoslar, xudo xolasa, bellar baliq. Videoga ham bo'lar. Videoga olyapman, ma'lum aka. Bemalol aka, biz olmay aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, nech puldan bo'ldi bular pullari? 62 ming so'mdan. 62 ming so'mdan so'yib olgan oldinglarmi? Tarozga necha kilo chiqdi aka? Bo'ldi. Hali tortilmabdi, kechroq tortilarga 62 ming so'mdan tarozga. Jigarlar mana 62 ming so'mdan tarozga bo'ldi. Manosi bor. Dummasa bor bu novoslar. Mashallah deb qo'yasizlar, xudo xolasa. Yomon zo'r baxtli baqqoraman. Otasi yorasiga rahmat. Sen mehr berib baxt qaranglar. To'libdi novoslar. Ko'p akalar novvoslikda chiroqlar mana yoshlari taqadigan shved. Aka buni necha pulga bermadingiz? 17 million qilishyapti. 17 ga bermayapsiz. 19 kam bor, 17 ga bermayapsiz. Qiziqalay telefonini qo'yibmi? 50 757 64 64 nomeriga aloqa chiqib telefon qilaverasizlar akalar, xudo xolasa. Orqa tomonlari 17 million sotilmayapti, novvoshamiz. Aka bu necha pul bo'ldi bu chiroqlig'i? Aka necha pul bo'ldi bu qora? 19 millionga chekam. Aka necha puldan bo'ldi bular? Bularni bilmasa ekan shu biragan akalar kutyapti. Ikkitasini oldi. Ikkovi. Buni chekaldi. Aka necha pul bo'ldi mashinasi? 15 million 200. Monisi qorasi. 16,5 million. Cheka buni. Puli bo'lsa aka, yaxshi narsalar olibsiz. Orqalari keng ekan, oyoq qo'li bo'lgan ekan.
Boş. Boş aka boş. Aka neç pul bo'ldi u shved? Adashmasam 24,5 qilyapti. 24,5 million bo'pti akalar, xudo xolasa. Kuchligidan bitta chiqyapti yana akalar. Aka bu nech pul bo'ldi puli? 27,5 million bo'pti akalar, xudo xolasa. Yaxshi novoz aka. Yoshlaridan chiqyapti, g'urnajillaridan chiqyapti aka. Aka pullar nech pul bo'ldi bularni? Nech pulga kirdi? 20 millionga ikkovini sotmabdi jupiga akalar. Sotmay olib ketyapti akamiz. Aka nech pul bo'ldi buni puli? 13 million. Novvoz-a? 13 million bo'ldi. Novvoz nech pul bo'ldi novvoz? G'unajinmi? 7 million bo'ldi g'unajincha. İkisi 61. Ikkitasi 61 million bo'ldi. Sherik Alqadam aka. Akalar ikkitasi 61 million bo'ldi. Xo'p, akalar, xohlasa polvon nech pul bo'ldi bu ikkovi? Nech pulga kirdi? 61 millionlik sherik ketyapti ana. Boyaga 61 million jupli sherik. Nech pulga kirdi aka ikkov? Aka 29 so'radi. Jupiga 29. Arqada ikkovichi aka? 17 dan bermadingiz bu yoqda ikkovini. Zo'r narx bo'pti. Bugun bozorlarcha qimillab qopti akalar, xudo xolasa. Akasi betan nech pul bo'ldi? Puli nech pul oldi buni? 35. 35 million bo'pti oldidagi, arqadagi 34 million. Aka nech pul bo'ldi novvozcha? 11,5 million. 11,5 millionga oldi akamiz. Xudo xolasa mana novvozcha. Xudo xolasa. Chiroyli narsa ekan. Aka rahmat, yaxshi kunlarga bag'ing. Qilichbek so'ragan ham. Like bosinglar, like. Haddi shu like-ni bosib turasizlar jigarlar. Aka nech pul bo'ldi qo'zg'ishqanlar? 43 dan hammasi, ha? O'ta zo'r bo'ldi, aka. Xudo xolasa quloqlari butun ekan, zo'r ekan. Ana, dumbalarni qaranglar jigarlar, xudo xolasa bitta like-ni bosib turasizlar. Mashallah, har bitta insonning 100-150 ta bo'lib ketsa. Andijon viloyati O'zbekiston mol bozori. Akalar, xudo xolasa haddushi bittadan like-ni bosib, padashkada bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.